Jo'xorining sochi po'panagi mana. Bu nima qiladi? Bu birinchi o'rinda buyrak tozalovchi, shamollashiga, xullas super buyrakka yordam beradi mana. Hattoki saharga ham juda yaxshi ta'sir qiladi. Namatakning foydasini hamma biladi. Va legendarniy piyoz. Bu piyoz haqida o'tgan safar video qilganman. Juda ham yaxshi prosmotr bo'lgan. O'zi to'g'risi ham shu va yantoq mana. Yantoq ko'chalarning chetida tiqilib yotibdi. Biz bilmaymiz buni qanaqangi foydalari bor. Bu ham super tozalovchi, immunitetingizni ko'tarib beradi. Allergiyaga yaxshi, hozirgi allergiyalarga juda ham yaxshi. Mana azizlar. Mana shularni yig'ib bemalol oilaviy ichib yuravering. Faqat homilador ayollar iloji bo'lsa ichmang. O'zi sizlar uchun ham foydali bu, lekin ertaga homilangizga nimadir bo'lib qolsa, palonchi baloga qolib ketadi. O'shaning uchun siz yaqinlashmang bunga. Lekin hamma ichib yursa bo'ladi. Mana ozgina navot solsangiz, piyozni hidini oladi, ham ichimli bo'ladi. Har oyning boshida 10 kun ovqatdan oldin 2 mahal, 3 mahal ichib yuring. Mana shuncha suvga tayyorlasangiz bo'ladi. Mana bitta piyoz va shuncha soch. Azizlar, mana sizlar uchun super maslahat. Salomat